Assalomu alaykum obunachilarimiz, guruhimiz a'zolari. Benzinli assortiment holatda sunasos so'ragan akalarimiz uchun Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga benzinli sunasoslarimiz 100lik 76 modellaridan do'konimizga kelgan. Video davomida shular obzorini qilib, narx-navolari bilan yoritib beramiz. Hozir robotdan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib, bizning do'konimizdan 28-fevral sanasigacha sunasos kela xarid qiladigan bo'lsangiz, narxlarini eng arzon, chegirma skidka narxlarda kelishtirib hisoblab beramiz. Birinchi o'rinda sizlarga 76 li modelimizdan tanishtirishni boshlaymiz. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyat ro'parasida. Videoni boshidan bitta narsa aytib o'tib ketamiz. Telefonda ololmay qoladigan bo'lsa, to'g'ri do'konimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Xaritaga Marg'ilon shahar hokimiyat yozadigan bo'lsangiz chiqadi. Hokimiyat ro'parasida joyimiz. Telefon qilib bog'lanib kelaverasizlar. Xo'p. Bu modelimiz 170 mana F benzinli motorlar bilan jihozlangan sunasosimiz hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ruchnoy tortib yurg'iziladi. Ot kuchi 7.5 tali bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Toza benzin orqali ishlaydi. Soatiga 800 grammdan 1 litrgacha benzin rasxod qilib beradi akalar. Tortib berish podyomi hamda chiqarish berish podyomlarini hamma yo'g'ini o'zi yozib qo'ygan. Ko'rishingiz mumkin. Soatiga bemalol 80 tonnagacha shu tashash uchun mo'ljallangan. Bu 76 lik nasozlarimiz 900 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha do'konimizda mavjud. Bemalol kelib do'konimizdan xarid qilishingiz mumkin. Endi akalar 100 lik variantda so'raganlarga 100 lik variantdagimizning 3 xil modelidan bor. Motori 76 motor, katta motor, kichik motorli variantlaridan bor. Xo'p, bu motorimiz 170 F motorlar bilan jihozlangan 100 lik benzinli sunasosimiz hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Grand Power brendidan 6 oydan 1 yilgacha garantiyalari bor akalar. Xo'p, ruchnoy tortib yurg'iziladi, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, pompalari o'zi so'radi, bag'dan chiqazib bemalol tortib bera oladi. Ramalari ham juda ham baquvvat qilishlangan. O'zida moydatchigi bor. Yog'i eskirib, ozayib qoladigan bo'lsa, motor avtomatik o'chish xususiyatiga ega, ya'ni o'zi uzadi avtomatik, yog'i eskir ozaydigan bo'lsa. Narxlarini 1.800 ming so'mdan 100 lik motori kichik variantini obunachilarimiz uchun qilib beramiz. Shunaqangi sunasos qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar. Xo'p, endi Uragan brendidan akalar motori katta, ya'ni 190 motorli variantimizdan kelgan. O'zida moydatchiklari qo'yilgan bunda ham ko'rishingiz mumkin. Yog'i eskirsa o'zi esa avtomatik o'chib qolish xususiyatiga ega. Xo'p, ruchnoy tortib yurg'iziladi. Benzinli variantda sifatlari juda ham zo'r, garantiyalari bilan beramiz akalar. Xohlasizlar propanga, xohlasizlar gazga, xohlasizlar benzin orqali ham bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Faqatgina shu propan karburator qo'yadigan bo'lsanglar. Narxlarini 3.500.000 so'mdan 190 15 ot kuchli variantini qilib beramiz akalar. 188 yoki 177 kichik motordan emas. Katta 190 variantdagi sunasosimizni 3.500.000 so'mdan qilib beramiz. Endi motori 188 varianti bor. Huawei firmasiga tegishli. Narxlarini 2.800.000 so'mdan obunachilarimiz uchun qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. O'zida moydatchiklari bor. Bu ham benzinli. Agar benzin holatda ishlatadigan bo'lsangiz, soatiga 1 litrdan benzin rasxod qilib beradi. Soatiga 120 tonnadan 150 tonnagacha bemalol suv tashash uchun mo'ljallangan bo'ladi. Ramalari juda ham qalin qilib ishlangan, 6 oydan 1 yilgacha kafolatlari bilan beramiz. Bemalol pastga yozilgan raqamlarga aloqaga chiqib bog'lansanglar, to'liqroq ma'lumotlarni beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab albatta kelishilgan holatda dastavka xizmatlarini ham qilib bera olamiz. Telefon qilib, to'g'ri to'liq ma'lumotlarni telefon orqali so'raverasizlar.